qizi borda, nozi bor degan maqol ana endi ishlaydi. Voy, oldin dasturxon solib, pista bodom qo'yib o'zi yemaganini. Qizini maqtab o'tirardi bechora. Qizim ostona xatlab ko'chaga chiqmagan. 10 ta gapirsiz, bitta gapirib turjayib turadi. Instagram, Telegramga kirmaydi. Ostona xatlab ko'chaga chiqmaydi-ya. Endi shart emas. Onajonlar, mana qizim. Ko'chadan kirmaydi. Qo'lidan telefon tushmaydi. Bitta gapirsang, betingni yulib oladi mana ahvol. 11 gacha uxlaydi. Siz yigit onasi ham boshqa iloji yo'q-da. Rosa mana shunaqasini qidirdim men. Rosa men bopakamman shu qiz. Menga bering shuni, o'g'lim ham aytdi-da, shunaqasidan topib keling dedi. Meni o'g'limchi rosa pazanda. Mana erkak kishining ishi, mana ayol kishining ishi deb o'tirmaydi. Voy chokirasa tekis. Mash kiyimga yamoq solsa yamalgani bilinmaydi. Ha meni ham qizim kir yuvsa yuvilgani bilinmaydi. Rosa men bopakanda bering menga shuni. Meni o'g'lim esli, xushli, odobli. O'g'lingiz shunchalik bo'lsa, biznikiga olib kelib qo'ying. G'alati-da, voy nimasi g'alati? Bojalari bilan yuraveradi. Bojalari bilan inoq bo'lsa, uy-joy talashmasa, ro'zg'orimni alohida qilaman desa, yuraveradi, peshobusda.